har oyda NDS uchun 20 million, 30 million, 40 million soliq to'lashni hech kim xohlamasa kerak. Men ham, boshqa tadbirkorlar ham. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sevara Muhammedova, 16 yillik tajribaga ega buxgalterman. Bugungi kunda Finway Consulting jamoasi rahbariman. Jamoamda 25 kishi va biz 160 dan oshiq korxonalarga buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatamiz. O'zimni tajribalarimdan kelib chiqib, biznes egalariga maslahatlar beraman. O'zim ham tadbirkorman va ortiqcha soliq to'lashni xohlamayman. Bizda yaqinda bitta kes bo'ldi. 2025-yil boshida savdo faoliyati bilan shug'ullanadigan korxonamiz har oyda NDS ga 20-30 millionlab chiqardilar va bu pulni to'laydilar. Lekin har safar og'rinib to'laydilar, to'lashni xohlamasdilar. Va men ularga yechim etsam, ular yo'q, bu bo'lmaydi degan fikrda edilar. 1 yildan keyin oldimga keldilar. Buncha soliq to'lashni xohlamayman, nima qilay? Bilasizlarmi, ko'p tadbirkorlar prihod olishni xohlashmaydi. Ya'ni endi hamma shunaqa sotishni xohlaydi. Masalan, men ham naqd pulga sotishni xohlayman, narsalarimni, tovarlarimni qo'limda naqd pul bo'lsin deyman. Lekin aslida korxonam bor, persleniyaga sotishim ham mumkin. Kelishuvingizga bog'liq. U inson nima qildilar? Har xil 5-6 ta korxonadan tovar olardilar. Tovarni olib, u do'konlarda sotardilar. Realizatsiya zo'r, bomba zo'r sotiladi. Shunga yarasha NDS chiqadi. Prihod olinglar emas, olardilar, lekin yetarlicha emas. Ko'pincha o'sha tashkilotlarga naqd pul berib turib, tovar naqd pulga olardilar-da, u prihod bo'lmasdi, shot faktura asosida kirib kelmas edi. Va men ularga tushuntirdim. Hech bo'lmaganda 2 oy davomida o'sha postavchilarga naqd pul bermasdan, o'sha pulingizni расчетный счет orqali tushirib, o'tdan prihod olaylik dedim. Bilasizlarmi nima bo'ldi? Ularga 1 oyda bu tizim yoqdi. Va doimiy ravishda shu bilan ishlayaptilar. Mana hozir 6 oy bo'ldi. 6 oydan beri shu tizimda ishlayaptilar. Umuman NDS to'lamayaptilar. NDS o'zi nima degani? Qo'shilgan qiymat solig'i degani. Mana shu telefonni siz sotib olib, sotyapsiz. Sizga sotib olganingizda NDS prihod bo'ladi. Sotganingizda NDS bu, ana klient sizga tushirib beradi. Zanjir, bu zanjir ketadi. Siz yetarlicha zachot olsangiz, prihod olsangiz, sotganingizdan katta soliq to'lamaysiz. Pribilda ham xuddi shunaqa bo'ldi. NDSdan tashqari 15% foyda solig'ida ham xarajatlari bor-ku, себестоимость bor, boshqa xarajatlar bor. Arendani ofitsialni qildik, xodimlarni ofitsialni qildik. Bilasizlarmi? Doimiy ravishda har oy soliqlar qanaqa to'lanardi? Juda ham qisqarildi. Imtiyozlarni qo'llashni boshladik. Kompaniyada soliqlarni avtomatlashtirishimiz orqali, optimizatsiya qilishimiz orqali qanchadan qancha pul tejadik. Siz ham, boshqa tadbirkorlar ham, men ham har oy katta soliq to'lashni xohlamaymiz. Lekin buni oddiy sodda tilda tushunadigan bo'lsak, buxgalteriyani beliga o'tkazadigan bo'lsak, yaxshi buxgalterlar bilan, professional buxgalterlar bilan ishlaydigan bo'lsak, bizning soliqlarimiz ancha kamayadi. Agar sizga tajribam kerak bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Nima muammolaringiz bo'lsa, o'sha muammolarga yechim beramiz. Darslik ko'rinishida sizga tushuntirib beraman. Men buxgalter bo'lib ishlaganim bilan oxirgi 5-6 yildan beri dars berayotganim uchun insonlarga biron bir narsani tushuntirishda osonroq, soddaroq yo'llarini tanlayman. 3000 dan ziyod ishlab yurgan buxgalterlarimiz bor. Bularga yordam berib kelaman va kompaniyalarga birgalashib soliqlarni avtomatlashtirish, optimizatsiya qilishda ham yordam beraman. Agar sizga professional buxgalter kerak bo'lsa, meni tajribam kerak bo'lsa, haqiqiy zo'r buxgalterlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, sifatni zo'r qilmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda aynan sizga ham muammolaringizni olib chiqamiz. Ko'rishguncha.